Assalomu alaykum hammaga. Men birdaniga yana hamma YouTube'ga qachon qaytasiz, nega qaytmayapsiz, nega video olmayapsiz, tinchmisiz ish qilib video savollar yozishganligi uchun YouTube'ga birdaniga video olishni yana boshladim. YouTube'ga qaytyapman deb aytolmayman, chunki agar bunaqa aytsam menimcha men уже hamma ustimdan kulsa kerakda, har doim YouTube'ga qaytish deb video olaman deb, shu bilan yana yo'q bo'lib ketaman bir ikkita videodan keyin. Hayotimda to'g'risini aytsam, juda ham ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Aytgancha ajrashdingizmi deganlar ham даже bor. Yo'q, alhamdulillah ajrashmadik, hammasi joyida, hammasi yaxshi. Lekin 2025 avgust oyidan keyin va 2026 yili bu paytgacha bizlar uchun juda ham og'ir o'tdi. Ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Uni balki sekin-sekin ba'zi videolarimda aytib beraman. Hozir ertalabdan turib bulochkalar pishirdim. Mana hozir ko'rsataman. YouTube'a olur mu? Evet. Çekeyim mi sence? Bu bulochkalarni kafe uchun tayyorladim. YouTube'da asosan ko'pincha video olmay qolgan paytlarimning sababi shu ko'rinish. Bo'yanishni yomon ko'raman, sochimni deb ukladka qilishni yomon ko'raman. Umuman fen bilan quritishni ham bir xil payt erinaman va menimcha keragi ham yo'q va zararli. Turkiyada bilasizlar juda ham oddiy holda yuradigan odamlar ko'p, bo'yamaydiganlar ham ko'p. Shuning uchun ham o'rganib ketganman. Menga bu narsa og'ir keladi deb. Bilmadim. Balki sekin-sekin YouTube sababli yana ozgina bo'lsa ham bo'yanishni boshlaymiz. Ne? Benim şey. Evet. Çekemez miyim? Neden? Ama hani plaka alacaktık. Benim YouTube için. Dur bir Konuş ya. istemiyorum. Neden? Uyalçın boppagan bana oğlum. Bu kızım. Bog'chaga tayyorgarlik qilib yasanib yotibdi ertalabdan. Katta qiz bo'lib qolgan уже bu ham. Kiyim tanlaydigan bo'lib qolgan. Değil mi kızım? Ne anladın acaba? Xuddi sizlarni ko'p narsadan xabaringlar bordek. Birdaniga YouTube'ga kirib keldim, yana qaytib keldim. Xullas, sitamizda o'zgarishlar bo'ldi. Bino yo'q deysizlardan. Bino qurilyapti va endi meni balkonimdan uy ko'rinadi. Bu yaxshi emas. Basseyndagilarni bemalol bu sitaga bog'liq bino emas, ular bemalol ko'rishadi. Bu ham minus taraf. Esinglarda bo'lsa, men bu tarafda tug'ilgan kunlar qilardik. Efeni, elani, turk dugonalarimni tug'ilgan kunlarini ko'rsatardim. Esinglarda bormi? Bilmayman, xullas. O'sha nimani, kafeni hozir men Fatma degan bitta dugonam bilan yurg'izyapmiz. Hayotimdagi eng katta o'zgarish, bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. Hozir endi keldim, tezda botlarni yig'ishtirib olishim kerak. Nonushtaga bir ikkita klient kelishi kerak, uni nonushta tayyorlashim kerak. Xullas, uy ishlari yetmaganda endi botdagi ishlar bilan ham ovoraman. Yana sekin-sekin biron narsalar pishirayotganimda videoga olsam, yana esimdan chiqqan biron narsalar bo'lsa, tayinli qilib tushuntiraman. Eng katta sabablardan bittasi YouTube'ga video olmaganlarimdan sabablaridan bittasi shu kafeni yurg'izayotganim. Umuman hech narsaga ulgurmadim. O'zi shundoq ham sochimni yoyib olganimga ahamiyat bermayman. Hozir yig'ib olaman, oshxonaga kirib fartuklarimni taqib olib, aqlli qiz bo'lib olaman. O'zi shundoq ham ko'p narsaga ulgurmayman, bilasizlar. Turmush o'rtog'im kapitanlar va uyda bo'lmaydilar. Uydagi ishlar yetmaganda kafe ishlari, Nargiz opamni videolarida ko'rgan bo'lsanglar, qaynonamlar bizani mahallaga, bizani sitaga ko'chib keldilar. Ular bilan ham ovoraman. Xullas, ishim 2-3 barobar ko'paygan. Shuning uchun ham YouTube'ga umuman vaqt yo'q.
Lekin kunlik video ola qolay, nima mendan nima ketdi, ulgurgunimcha har kun olmasam ham olaman deb o'zimcha qaytib oldim yana YouTube'ga. Inshaalloh ulguraman degan umiddaman. Hayotimda o'zgarmagan bitta narsalardan biri bog'chaga yugur, maktabga yugur, uy ishlari, bu ham yetmagandek kafening ishlari. Xullas, bugun boshqa eski mahallamga ketyapman. Yurib уже charchab qoldim ertalabdan. Bir paytlar shu mahallani juda ham yomon ko'rardim. Hattoki Unurbek hali ham yomon ko'radilar. Hozir esa уже sog'inib qolibman. Qo'shnilarimni oldingi bu yerdagi qo'shnilarim ancha soddaroq, ko'ngli ochiq insonlar edi. Hozirgi qo'shnilarim ham yomon emas-ku. Ja o'zi boshimchaladi avvaliga. Xullas, yaqin dugonamni birinchi qo'shnim Turkiyadagi birinchi dugonamni uyiga ketyapman. Kelib oldim inshaalloh. Efe o'g'lim shu parkda katta bo'lgan, har doim har kuni kelardik. Uyimizda mana bu tarafda, hozir pastga tushaman ozgina. Parkka juda ham yaqin edi va sohilga ham juda ham yaqin edi. Sohilga yaqin bo'lganligi uchun ham juda ham yaxshi ko'rardim. Unurbek nimaga yomon ko'rardilar bu tarafni? Agar ozgina bo'lsa ham dengiz ko'rinayotgan bo'lsa, shu tarafda ishlardilar Unurbek. Ishxonalarini dastidan yomon ko'radilar. Ishxonalarida o'zlari xohlagan nimalar unvonda vaqtida ishlay olmaganlar. Juda ham ko'plar tanish bilishchilik bilan kapitan bo'lgan. Unurbek kapitan bo'lishi juda ham kech bo'lib ketgan va ko'p kasbdoshlari bilan urushib qolganlar. Shu uchun ham bu taraflarni yomon ko'radilar. O'zi aslida mahallani umuman aloqasi yo'q. Aytaman-da, sal kamerani o'zimga qaratib olay. Aytaman-da, Unurbekga mahallani umuman aloqasi yo'q, ishxonangizda ham aloqasi yo'q. O'tda ishlagan insonlar hozir masalan o'zgarib ketgan eng boshliqlarni xabari ham bo'lmagan siz haqingizda. Hech kimni nimasi yo'q-ku deyman. Bar bilan xotiralarim bu yerda yaxshi emas deydilar. Bir xil payt qaytib yana shu taraflarga ko'chib kelib ketadi, lekin Unurbek xohlamaydilar. Juda ham o'zimni sitamdan ko'nglim qolib ketdi, to'g'risini aytsam. Hali ham yaxshi ko'rgan qo'shnilarim bor, lekin kafe sababli ba'zi bir insonlarni boshqatdan tanidim desa ham bo'ladi. Ba'zi insonlarni yangi insonlar bilan ham tanishdim, ba'zi insonlar bilan yangidan tanishdim. Xullas, shunaqa gaplar. Kelib oldim, sizlarga gapiraman deb yetib keldim mana. Oldin podyezdda mana bunaqa qo'ng'irog'i chalib, podyez ochilishini kutib turganimizda hayron qolardim-da. Voy, qanaqa qilib ochilar ekan deb. Endi oldin deganimga ham 11 yil bo'lib qoldi. Ochilmadi. Qiz 11 yil bo'ladi avgustda. Mana ochildi. Va kirib olamiz. Hazır mıyız? Video çekiyorum. Tamam kapatıyorum. Kemal. Kız ne olacak ya? Allah aşkına. Nonushtamıza tayyor. Yaxshi ko'rgan nimalarim nonushta qilish. Ben de portakal suyu YouTube'a dönüyorum. Hayırlısıyla. Bakalım ne kadar video çekip. Kafede falan videolar çekseydin. Değil mi ya? Parça çekseydin. Kendimi çekiyorum şu an. Yaptıklarımı da çekebilirdim ya ama yetişemez yani. Koştur oluyor ya, zor oluyor ya. Brownie falan çekmiş miydin? Çekmiştim herhalde, hatırlamıyorum ya vallahi zaten vlog tarzında. Niye döktün? Hazır meyve suyu. He, anladım. Yadın tersanede. Sen yaptın sandım. Yok kız. Bu rengi daha güzel. Özlemişim biliyor musun? Kamerani ochib olib gaplashib o'tirishi sog'inibman ancha bo'lganida unaqa qilmaganimga.
Ah, Bunun kokusu limon. evet. Doğukan. Ayağını göster. İnci kuş. Ben seni yerim. Tug'ilgan kunimizga tortimizni videoga olish esimdan chiqib qoldi. Ama hiç ettin ya. Hala devam ediyor abi. Biz güvenlik çoktan şey yapmıştı yani. Hamma javza qo'ydi balkondagi odam. Gerçekten. Evet. Sen ne? Benim Bolalarni maktabdan olgan ketamiz. Ay arkamızdan biri geliyor sandım ya. Dişlerim çirkinli. Niye kız? Allah Allah. Bir paysa vaqt o'tib ketdi. Efirni oladigan vaqtimiz keldi va keyin e'lon olishga. Ne çekeceğimi de bilmiyorum ya. O kadar şeyim ki unutmuşum Ya. ki kamerayı da tutamıyorum. Mana shu darvozadan chiqishimiz bilan umuman boshqa olam. Qaranglar. Bu yerda atrofini ilk chiqqanida farqini qarang. Yerlarda musor, atroflar kir, binolar eski. Bizani qishlog'imiz. Oğlum maktabdan chiqib oldi. Turkiyadagi ma'lum hodisalardan ichkariga kirish mumkin emas. Yaqinda onalar kuni bizga pодарка tayyorlashdi. Teşekkür ederim. YouTube mu? Evet. Sabah video çektim. Nerede? Biraz işte şey Aa ya. eğilme içine gir. Denef. Şerigim Fatma Hanım. Tanışıyla bu kızı her daim yanımda ko'rasizlar bundan keyin. Eğilme tamam Sen- mı? Kızlar içeri girin. Bak kapatırım. Sıkışmayın sonra. Evet. Hadi bakalım. Kızlar. Bakın Arda da sizi takip ediyor. Her an kamera açabilirim. Alışın artık dermişim. Alışırız. Makyajlı gezmemize gerek var mı? Yeterli mi bu? Yok yok Doğal yeter. halimiz. Biraz rutin yaparız. Bakıyor mu? Ne oldu aşkım? Bollarını Sen de bahçeden camı aç alıp- Arda orada. Sen de açabilirsin Arda. Uyga ketyapmiz. Qishlog'imizdan ozgina videolar olay atrofi, yo'llarni. Arda. Ara da video atayım ya. Şey her gün atamam kesin de. Bence de at. Şey olsun, etkileşim artsın biraz. Kızlar eğilmeyin. İki dugoneli. Türkiye'ye yetiştik. Aynen. Bak Zeynep Ela öbür arabanın üstünde. Vay. Şimdi girdi içeri. Onu geçelim. Onu geçeriz. Zeynep Ela'ya geçtik. Sağır mıyım kız? Va nihoyat uyga keldim. Kechki payt soat 9, ertalab 9 da uydan chiqib ketgan bo'lsam, maktabga, bog'chaga yugur, keyin kafega, keyin orada uy ishlariga yugurdim. Bolalarni maktabdan keyin bog'chadan ol, maktabdan ol, kafega yana yugur deb kunim o'tib ketdi. Qizim ochki kiyyapti. Instagramdan kuzatmaganlar bor bo'lsa, endi birinchi marta ko'rishadi. Nimalar videoga oldim, nimalar qildim, umuman esimda yo'q. Inshaalloh tayinli biron narsa video olgandirman. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar. Efendim aşkım.